Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana navbatdagi binomiz bitdi. Xudo xolasa bu joyimiz Samarqand Urgutda bo'lgan. Hozir ustakamiz Azbek akani o'zidan bir maslahatlar olamiz. Mana xudo xola kiraskalari bilan chiroyli qilib bitkizib berishibdi. Assalomu alaykum Azbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, mana joylarni ham bitkizib olibsizlar. Xudo xolasa. Chiroyli bir holatda chiqibdi. Endi aka, bu ma'lumotlar bersangiz YouTube kuzatuvchilarimizga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Xudo xolasa bu qilingan zdaniyamiz shunchani ustini yopganmiz. Bu qoqi, qansini va o'ri anaqalarda, qoqilarda shunga qilib quritib tayyorlaydigan sexni ustini yopganmiz aka. Razmerlarimiz bunaqasiga 16 metr, uzunasi 40 metr bo'lgan joyimizni shu ko'rinishlarda o'rtasida ustuni yo'q holatda tayyorlab o'rnatganmiz. Bu materiallarimiz kantini materialdan bo'lgan, fermasi ustuni yo'q, tepada rekasigacha kantini profildan bo'lgan. Firmalarimiz orasida 1,5 metrdan tushgan firmalar orasi. Bu yerga 1,5 metr tushganning sababi bu yerda kuchaymaydi. Qandaydir bir loy bosmaydi. O'zini holatini ko'tarib turgan darajada mustahkam qilib berganmiz. Xudo xolasa mana 2 yil bo'lyapti, mana 2-yildan beri turibdi hozir. Mayda boshqa zdaniyani qilgani kelgandik. Bu xonada bu zdaniyani ham hozir hurmatli yurtdoshlarimizga ko'rsatish maqsadida bir abdur qilaylik deb videoga olyapmiz aka. Firmalarimiz orasi 1,5 metrdan tushgan aka. Mana firmalarimiz 1,5 metrdan tushgan ekan. Aka, endi buni narx-navolarga kelsak, qanchadan bo'lyapti hozirgi kunda? Bu endi 2 yil bo'libdi aka. Hozirgi kunda qancha bo'lyapti aka bu narx-navolari? 2 yil oldin bu narxida arzon edi. Hozir bugunga shu kunga bo'lgan nisbatan narx arzon chiqqan. Hozirgi kunda shu holatda bo'lgan bo'lsa, kvadratini shu 180 ming, 185 ming atrofida chiqaveradi. Buni chiqayotgan sababi bir tomonda ustuni bor, ustuni prayoni bor, xorisi, nari tomon agar bu yoqda ham sesna yo'q bo'lsa, bu yoqga ustun qo'yilgan bo'lsa 190-200 mingga qadaladi o'zi kvadratda. Agar bu yoqda ham devor olib turib, bu yoqda ham devor bo'lsa, firmani o'zini yopgan bo'lsa, 175 ming, 180 ming atrofida kvadrat chiqaveradi. Sababi bu yoqda rasxod kam bo'lyapti aka hozir. Stolga qo'yilmaydi devor bo'lsa. Agar ikki yoqda ham devor bo'lgan bo'lsa, yana ham arzonlashadi. Ikki tarafida ham devor bo'lsa aka. 200 ming atrofida plyus minusi summasi chiqaveradi. Albatta bu firmaning orasi kengayib, to'rashga qarab summalari o'zgaraveradi. Bu 16 metrli joy ekan aka, bundan ham kattaroq joylar bo'lib qolsa, yopib beraverasizlar unaqalarni ham aka? Ha, xudo xolasa aka, shu o'rtada. Mana akalar tepasiga chiqib olyapmiz, mana ichlarining ko'rinishlarini. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ustusiz holatlardagi o'rtasida 24 metrgacha qilinadi. Shu pasonda bo'ladi. 24 metrgacha. Ferma ketgan tayda shotli variant deyiladi. Shu holatda bo'ladi, 24 metrgacha qilinadi. Bu qilinib kelyapti ham. Bitta ishimiz Jizzaxda qilingan. Zominda. Agar qiziqqanlar bo'lsa, rasm pasmini tashlab beramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud bizning xizmatlar. Bu qilingan ishimiz Samarqand viloyatining Urgut shahrida bo'lgan. Urgutda bo'lgan bu mana. Yakkasaroy yo'lda bo'yida, o'shani orqa tomonda Pulon zonada bo'lgan ishimiz aka. Bo'ldi aka, mana yurtdoshlarimiz ko'rib, xudo xolasa layklar bosib, sizga aloqaga chiqishadi. Nomerlaringizni ekranga qoldiramiz. Aytib o'tsa aka, faqat bunaqa pasonda emas, misol uchun buni katta zdaniya, uyni tomi ham, katta yuzda ovozxonasining o'rtasi ham aka qilinadi. Yashaydigan uylarni, keyin mo'ykami, temir sohasida qanday zdaniyalar usti yopilishi kerak bo'lsa, mansabmi, mansab emasmi farqi yo'q aka. Temir sohasida yopilgan tomni o'zi bo'lsa qilinaveradi aka. Albatta bu kelishgan holatlarda bo'ladi. Kelishgan arzon holatlarda aka, xudo xolasa kelishtirib qo'yib berasizlar. Buni ichiga aka materiali kiradi, elektrod, usta qisib, jamiki rasxodlar kiradi. Uyda egasi faqat pul sanayda olasiz aka. Pulni bersa bo'ldi, o'zingiz qilib ketaverasizlar. Ha, ya'ni 2 mahal, 3 mahal ustalar sovuqdan bittadan qilib beradi, oziq-ovqat xabar olib turadi. Kiran xizmati ham uyda egasidan bo'ladi, katta ehtimol bilan kiran xizmati. Ko'tarilmaydigan joylar bo'lsa, kiran qilib beradi. Ha, kiran xizmati. O'zida balki qanday shug'ulma aka-ukasidanmi, mahalla ko'yda bo'ladi-ku kiran, biz bilmaymiz. Kiran xizmati katta ehtimol bilan uyda egasi va zakazchini bo'ynida bo'ladi. Qolgan jamiki mana bu material
zipada reykalari ham anaqa tepani e'tibor bergan bo'lsangiz, aranon solib berganmiz. Ha, past. Issiqda ushlash maqsadida. Agar vata bersa, vataga qo'yib qatib beramiz. Yomg'ir ham taqiramaydi, shumka bo'lib qolar ekan aka bunda. Endi u yoq cho'ntagiga qarab qilib berilaveradi. Xolasa vata beradi, xolasa paranon beradi, qo'yib birdan tunkasini ham yopib qilib beramiz aka. Tunkasiga bu summani chekilmaydi. Tunkasiga yopib bergan bo'lsa 5 ming, 10 ming, 15 minggacha baland pastiga qarab summasiga qo'shilib oladi kvadratiga aka. Narxlar kelishilgan holatda. Ha, narxlar albatta kelishgan holatda. Joyiga qarab o'zgaraveradi aka. Masalan, joyda razmerini, uzunligini aytsa bo'ldi aka, unga qarab pulni chiqarib beramiz. Mana yurtdoshlar, mana shu Azbek akamiz nomerlarini ekranga qo'ygizamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz sirg'alib qilib bitkizib beradi. Mana stolkalarimiz, mana bunda 4 tali stolkada bo'ladi. Diabaret 35-35, 40-40 holatda bo'ladi. Beton Holatlariga qarab. Ha, beton qo'yib, apparatga qilib, uzunasi paragonga kelib qo'yib kerak yo'q. Mana shu narsa tezda ham sifatli bo'ladi, ham ish ham tez yuradi. O'sha vazifani bajaradi shu narsaga. Ha, bo'ldi aka mana. Zakasilar anaqamiz aytib qo'yishadi qulayliklarni. Shu holatda qilsa ham bo'ladi beton qo'ygandan keyin. Armatura tashlab beton qo'yib bo'lmaydi. O'zlaringiz ham bu yo'g'ini qilib berib ketaverasizlar. Ha, o'sha vazifani bajaradi shu narsa. Mana akalar Aziz akamizni maslahatlarini oldik. O'zi nomerlarini ekranga qo'ygizamiz. Aloqaga chiqib yanada savollaringiz bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Like, podpiska bosib qoldiraverasizlar ekranlarga. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.